Turmush qurganiga qancha bo'ldi? 3 oydan oshdi. Hali tanishishga ulgurmasdan ajrashmoqchimisizlar? Ajrashishga yetadigan darajada. Sabab bormi? Sabab borki, qarshingizda turibman. Siz ham ajrashmoqchimisiz? Yo'q. Birga yashamoqchiman. Tunu kuni almashib, tunlar bedor yig'lashib. Ajratmay qayoqqa borardi? Yashayman orzu bu kasofat bilan. Bobur aka, indamasgandek odamni unchalik xo'rlayvermang. Asli sevgi bormikan yoki bir sarobmikan? Xiyonatkor bevafoga bir kun jazo bormikan? Tunu kuni almashib, tunlar bedor yig'lashib, xiyonatni qasriga asir bo'lganim bilan. Asli sevgi bormikan yoki bir sarobmikan? Xiyonatkor bevafoga bir kun jazo bormikan? Ana u bilan nonushta qilib bering. O'g'lim, aytganingni qilmaganimiz uchun kelin bechorani xo'rlayverma hadeb. Bu bog'larni kimdir kezgan, endi esa kimlar kezar? Bir kun sevib, so'ng ayrilib, nechun yana dilni ezar? Tunu kuni almashib, tunlar bedor yig'lashib, xiyonatni qasriga asir bo'lganim Sodda qaynonasiz taraf bo'lsa-ham, asli sevgi bormikan yoki bir sarobmikan? Xiyonatkor bevafoga bir kun jazo bormikan? Dugonamning qizi ko'z oldimda katta bo'lganda majburlab uylantirib qo'ydingiz. Qo'y telefoniga begonalar qo'ng'iroq qilsa, dugonalar deb yonini oldingiz. Endi bo'lsa meni uryapsiz, ha? Gapir, to'g'roqchi! nima aytdim sizga? U meni ko'zga chiqdi. Nima deyishim kerak? Qancha qalblar, qancha dillar bugun azobdadir ular. Bu ishlarga biroz qarashing kerak. Bu muhabbat, Qachon keldi? Qo'lingni tot. bu oqibat. Endi Davronga ham telefon nomerini ayting. Unga ham qo'ng'iroq qilamizmi? Qalbim sevgin yo sevilgin, lek xiyonat qilmagan. Tunu kuni almashib, tunlar bedor yig'lashib, xiyonatni qasriga asir bo'lganim bilan. Asli sevgi bormikan yoki bir sarobmikan? Xiyonatkor bevafoga bir kun jazo bormikan? Sizlar berganingizda bekor qilmang.